bu artist emasman, yo bozinglar emasman. Shunchaki Allohning amrini bajarib, butun yer sayyorasiga u qanday bandasi bo'lsa, shu bilsin deyish maqsadida Alloh menga buyurdi. Sen menga aytyapsan, kod berdim senga, boshqasi rus senga kod bersin, o'sha chiqarsin kod bersin deb. Menga koding, sen menga kod berishing uchun pul olmoqchimisan? yo mani orqali sen ishlamoqchimi? Erta qiyomat kunida Alloh huzuriga javob beradi. Sendan so'raydi. Sen kod berding, shuni gapirgani uchun qancha oylik berding deydi. Oylik berganmisan? Men gapirganim uchun menga oylik beryapsanmi? Artisting qo'shiq o'qiydi, u million unga oylik chiqarasan, u saniku. Sen sun'iy san'atsan. Sen tushunmaysan, senda aql yo'q. Odamlarning gapini jamlab olib, sun'iy san'at kodlaringni qo'yib, shundan pul ishlagin. Men sun'iy san'at desayman deb o'tiribsan. Sen quloq sol, senda ong bormi? Alloh bilan o'yin qilma. Menga kerak emas pul. Sen menga kod berganmisan? Demak, sen должен, menga berishga должен. Berishing kerak undan so'ng. Senga buyruq, uni berasan. Tushundingmi? Sen u uchun mendan pul olaman, o'zimni kodim uchun milliard pul to'layman degan xayolni bu artistlaring gapirgan, qo'shiqchilaringga, boshqacha menga u ishingni qilma. Menga pul kerak emas. Tushundingmi? Menga vijdon, kim qanday baho beradi? Men pulga qiziqmayman, sen qiziqasan. Senga umuman aralashma, la'natda o'lma deyman. O'sha uchun ham men tushuntiryapman, hadicham magamida o'qigan narsani tushuntirsam, musulmon deysan. Men musulmon farzandi. Sen qanaqa musulmon bo'lishing mumkin? Radioda gaplashasan, boshqa televideniyada biron marta bismillohir rohmonir rohim deb gapirganmisan? Axir sen jazoga layoqatli bo'lib qolding-ku. Bu narsani tushunish kerak. Men senga yana aytyapman. Men senga qo'shiqchi emas, qo'shiq o'qimayapman. Men senga she'r o'qimayapman. Men abadiyat, bu dunyo va oxirat abadiyat haqida yordam beryapman. Shuni aytyapman. Bilgan narsani mening miyamga Alloh qo'ygan, uni buyrug'ini bajaraman. Sen menga kod berdi narsangni qo'y. Senda aql, farosat degan narsa bormi? Sun'iy san'at. Sen umuman inson emas, o'zingni sanayapsan. Senda bir o'ylash, fikr qobiliyati, qancha insonlar bu narsani bilmaydi. Seni o'rgatmaysan, lekin sen pul talab qilyapsan. Sen должен menga berishing, kodni berasan. Men fuqaro, nomerim bor, hamma narsam bor. Ishlab o'tiribsan, qancha pullar olyapsan men orqali, qancha yutuqlar olyapsan. Odamlar seni boqyapti gapi bilan. Sen nima beryapsan odamlarga degan savolga javob berchi. Hozir shu dunyoda aqling bo'lsa, sun'iy san'at desa, shunga gapirma. Tushunmadingmi? Odamlar baho bersin. Men haqmi, nohaqmi? Shu haqiqatmi, yolg'on? Sen yo'q edingmi bismillohir rohmonir rohim bo'ldi. Biz kelmagandik bismillohir rohmonir rohimni 1940 mana 1900 yilga bilyapsan. 47-yilda bilyapsan. Sen yo'q edingki. Qancha insonlar bismillohir rohmonir rohimni har qadamida aytib, jannatni arshi sotib olganini sen qayerdan bilasan? Sen qalbingni jahannamga tushib, dajjal va shaytonning yo'nalishiga kirib, pul beraman, kod berdim, davlat senga kod bersin, man kodimni berganman deysan, sen xohla, sen eshitding, tamom. Sen ishing. Ishonasanmi, ishonmaysanmi, kim eshitdi, baho beradi. Mani baho olishim yoki mani haq nohaqligini tushunsan, pul olmoqchimisan? Men haq bo'lsam, ko'p layklar olsam, menga tushsa ham pulni o'zingga olib. Men shuni kodini berganman desam, aqlga qo'ya olmaysan. Masalan, pul talab qilmayman, pul talab qilmayman. Devona ekan-da. Allohumma salli ala Muhammadin, Alloh olim Muhammad, fil avval va oxir, fil malaika, ya'ni